Саламатсыздарбы, урматтуу фермерлер, урматтуу дыйкандар. Мына бүгүн жашылча өстүрүү долбоорунун алкагында сиздер менен мына сезонубуз түшүмдөрдү жыйнап, кийинки сезон келип калды. Ошол сезонго даярдык үчүн, көчөт даярдоо үчүн парниктерди жана үрөндү кантип даярдайбыз. Эми ушул парникти кантип даярдоону биздин тала бригадирибиз Абдырахымга бизге көрсөтүп берет. Kantip bu iş çaralarda atqarуу керек ekendигин. Assalomu alaykum dehqonlar. Hammalar yaxshimisizlar? Xudo xolasa keyingi yilga tayyorgarligimiz bo'lyapti. Tayyorgarlik qilishdan oldin birinchi chirindilarni, kiravatlarda elab tayyorlab olamiz. Chirindimiz mayinligi mana shu holatda bo'lish kerak mana. Mana shu holatda mayinlikda chirindni ishlatamiz. Mana Chirindimiz 100% chiriganligiga ishonch hosil qilishimiz kerak. Chirik go'nglar ishlatamiz. Agar chirik go'ngimiz bo'lmasa, biyagimiz, tuproq, chirindidan ozmoz qo'shib ishlatsak bo'laveradi. Dehqonlar birinchi xudo xolasa ko'chat ekadigan yerlarimizni reyka qoqib turib ajratib olamiz. 170 ga 10 metrmi, 15 metrmi qancha ko'chatimiz soniga qarab turib joy tayyorlaymiz. Joy tayyorlagandan keyin biz chirindi ertaroq solib qo'ydik. Chirindi solishdan oldin yerni motabloyda chiroyli qilib chopib, u yerni tekslab, mayin qilib olgandan keyin 5 sm atrofida chirindi solamiz. Hozir kiravatda elagan chirindimizdan 5 sm atrofida solib, uni shivabrada pravilada tekis qilib tekslab olamiz. Tekslab olgandan keyin yine agat ochishni boshlaymiz. O'sha. Yakutsiz. Keyingi. Mana shunaqa qilib agatlar olamiz. Hozir depsam ko'ramiz. Chuqurligi yarim santimetrdan oshiqroq hisoblanadi. Buni har qancha ezib, depsa bossa ham, qo'l bilan bossa ham bundan oshiq chuqurlik bo'lmaydi. Rasa urug'larimiz uchun soz bo'ladi bu. Urug'larni ekishdan oldin biz mana butilkalarga oz miqdorda suv quyib turib, urug'larni shunga uyutib qo'yamiz. Suvga solganda chayib qo'yishimiz kerakki, hamma suvga urug'larimiz suvga tegish kerak. Hozir mana topker efadin urug'imiz ekan, mana suvga solindi xudo xolasa. Mononimiz Lotto ekan, bu ham gibrid. Qolgan urug'larimiz ham shu urug'lardan, bolgarskiy qalampir urug'lari. Endi buni eng kami 1 sutka, uzog'i 2 sutka suvda ushlab turib, 2 kun xona temperaturasida 2 sutka ushlasa ham bo'laveradi. Undan keyin mana joylarimiz tayyorlangandan shu yerga ekamiz. Tez kunda chiqishga yordami bo'ladi. Shu uyutib turib, materialga o'rab, uyda saqlab 2 kundan keyin ekkanimiz. Bu urug'larimizni uyutishdan maqsadimiz quruq eksa ham bo'ladi o'zi asli. Quruq ekadigan bo'lsak, chirindimizni kuchli ravishda namlashimiz kerak bo'ladi. Bu uyutib ekadigan bo'lsak, uyutilmagan urug' bilan farqi 2 kun, 3 kun raznica bilan chiqishi farqi shunda. Bularimiz uyutilganlar tezroq chiqadi. Xudo xolasa gibrid urug'larni ekadigan bo'lsak, birinchidan hosildorligi kuchli bo'ladi. Ikkinchidan kasallikka chidamli bo'ladi. Qo'l urug'larni ham ekyapmiz. Endi to'g'ri, qo'l urug'lar ekishdan maqsad birinchidan moddiy tarafdan bunga aqchasi yetishmaganligi uchun uni ekib ko'radi. Lekin gibridlarimiz endi 3 so'm, 4 so'm, 7 so'mgacha bo'lganligi uchun urug'larimizga qiynalgan odamlar qo'l urug' ekan. Lekin gibrid bilan farqi juda katta. Hosil pishgan paytda buni olgan pulga achinmaydi. Hosildorlik yaxshi bo'ladi, kasallikka chidamli bo'ladi.